Привет, hammaga mana yo'qotib qo'yuvdilarmi? Bugun menda shunaqa obraz. Hozir birinchi kadrga boraman, undan keyin Cityga qator syomkalar. Men sizlarga juda muhim bo'lgan ma'lumotlarim bor. Bundan keyingi storiesimni yaxshilab eshitsanglar, hamma savollaringizga javob topasizlar. Kelganimga 3 kun bo'lgan bo'lsa ham, men normal syomkalarga tusha olmadim. Даже 3 ta syomkadan keyin mazam qochib qoldi, 2 kun yotib qoldim. Mana endi o'zimga kelib, уже sekin syomkalarga chiqishni boshladim. Xo'p, menda bilasizlar, konkurs boshlangan. Bu konkursimiz boshlanganiga menimcha 25 kuncha vaqt hali bo'lmadi. Menimcha 20 kun, 22 kuncha bo'ldi. Birinchi o'ringa mototsikl qo'yganman, ikkinchi o'ringa $500 pul. Agarda kimniki mototsiklni yutib olib, uni olishni xohlamasa, men uni o'rniga 17 yoki bo'lmasam pul beraman. Shartlar juda ham oddiy. Bir donagina bizda sponsor bor. O 7899 ta sponsor emas. Bir donagina mana bu Moto Andijon sponsorimiz bor. Ularga podpisini bo'lib olishingiz kerak. Faqatgina bitta shart, men bilan va meni baykim bilan kreativniy yoki o'zingiz auditoriyangiz bo'lsa, unga mos video olishingiz kerak. Va uni sahifangizga joylaysiz. Sahifangizga joylaganingizdan keyin biz uni kollaboratsiya qilib qo'yamiz. Kollaboratsiya qo'yilgan vaqtdan boshlab 8 kun vaqt ichida turadi. Menda, sizda bizning sponsorimizning akkauntlarida turadi. 8 kun ichida sizni qo'ygan videoyingiz viloyatingiz bo'yicha yaxshi prosmotrga ega bo'lsa, значит, siz g'olib hisobida bo'lasiz. Bunda hamma viloyat ishtirok etadi va men hamma viloyatga boraman. Hozirda biz 4 ta viloyatni bosib o'tdik. Inshaalloh bundan keyingi manzilimiz Jizzax. Xullas, men yangi shlam oldim. Buning sabablari bor. Men baykimga moslab shlam qidirgandim. Afsuski, pod zakaz. Lekin zakaz qilsak ham hali berib kelmadi. Shuning uchun men bu shlamni olib, baykimga moslab bo'yamoqchiman. Пока что buguncha yurib turaman. Keyin piknik bo'ladi. Yarashibdimi? Yo, o'zim nariga qora obrazim yaxshi. Bu aqligacha qolmaydi, bu pushti bo'ladi. Qaranglar, faqatgina konkurs egalariga ham podarkalar bizga yo'qmi deganlar uchun обязательно sizlarni ham o'ylab qo'yganmiz. Qaranglar, Moto Andijon akkauntiga o'tsanglar, ular har doim, har kuni yoki kechirizdan post qo'yadilar. Postlarida maksimal aktiv bo'lasiz va chiroyli kommentariy yozib, laykli bossangiz, o'zingizni ko'rsata olsangiz, hop, ular sizga kartangizga pul beradilar. Ma'lum miqdorda buni biz konkurs bo'yicha davom ettiramiz. Va eng glavnisi, eng zo'r kommentariy egasiga, eng aktiv bo'lgan ishtirokchiga tepa-tekinga shilem podarka qilamiz. Bilasizlar, shu boshimda turgan shilemni ham kam $200. Mana motosi yo'q bo'lgan odamlar bilmaydi-da. Bilaman, storieslarim cho'zilib ketib qoldi, lekin shuni qilib bo'lsam, yana bitta muhim ma'lumotni sizlar uchun aytib qo'ymoqchiman-da. Xullas, oxirgi qo'yilgan postda, bilasizlar, u postda men ham konkursim haqida ham ma'lumot berganman, o'zim haqimda ham qisman ozgina bitta gap aytib o'tib ketganman. Ishoninglar, hayron qoldim-da. Hozirda nima uchun erkaklardan ko'ra ayollar rivojlanib ketayotganini sababi ham shuni kommentariyasidan bilsa bo'ladi-da. Men aytganman, yo'q, men xohlamayman hech kimni hazilomuz tarzda zilzodalar tanho yashaydi deganman. Voy san, Dubay shayxi bir narsalar odamlar, sizlar meni yaxshi bilmaysizlar hali. Sizlar prosta meni shlemdagi mut haydab yuradigan bir qizni bilasizlar. Sizlar meni shaxsiy hayotimga kirmagansizlar. Masalan, meni tadbirkorligim haqida bilmaysizlar, ota-onamga, uyimdagilarga, yaqinlarimga qanaqa men qilib bergan vниманияларni bilmaysizlar. Men ayol kishi bo'lib turib, uncha-muncha o'g'il bola qila olmagan ishlarni qilganman. O'zim uchun yaxshi degani bu g'irt bekorchi, dangasa kimdir hisobiga yashaydi degan inson degani emas. Men ham shunaqa darajaga yetish uchun, ya'ni kim faqat o'zimni xursand qilib, maza qilib yashashim uchun harakat qilganman. Ota-onamni rozi qilganman, yaxshi kelajak uchun harakat qilganman, ishlaganman, tinmasdan karyera qilganman. Mana endi hozir menga данный momentda shaxsiy blog, ya'ni kim motodagi qiz akkauntini yurgizish qiziqroq bo'layotganligi uchun va buning orqasida meni auditoriyam yaxshi ko'rganligim uchun
tepa tekinga foydalansin, mana foyda bo'lsin, mana akkauntimni kuzatyaptimi kimdir, ularga foyda bo'lsin, qanaqadir manfaat bo'lsin degan ma'noda bu narsani e'lon qilganman-da. Hayron qolaman, odam shunaqa darajada ham tor o'ylaydi. Men birorta negativ yozgan ayollar yo'q. Faqat erkak kishilar negativ yozgan. 20 ta akkauntiga kirib chiqdim, achindim.